Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Komol Qo'qorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar va men hozir Tokio, Yaponiyadaman. To'g'risini aytsam, o'rtoqlar, kutilmaganda juda kuchli shamol bo'lyapti, lekin shunga qaramasdan bugungi video baribir ham olinadi. Video nomidan o'zingizlar tushundinglar. Bugun men Yaponiya, Tokioda yaponiyalik qiz bilan bir kun o'tkazaman. Let's go. Whoa. Biz ana shunaqa lokatsiyadamiz. Yapon qizga qurt yediryapman o'rtoqlar, hozir reaksiyasi qanaqa bo'lar-ku? Hozir men Asakusa degan metro stansiyasining oldida turibman va qizni kelishini kutyapman. Hozir o'zida videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va всем приятного просмотра. Hozir уже bir necha daqiqalardan keyin qiz kelish kerak. Uni hali hayotda ko'rmaganman. Instagramda yozib tanishdim. Yaponiyada yashayman, men ham blogerman dedi. Sen bilan bir kun vlog olsam bo'ladimi desam, mayli deb rozi bo'ldi. Hozir o'ylayotgan narsam, endi internetda bilasizlar, yaponiyaliklar make-uplar qiladi, har xil effektlar qiladi. Hayotda kelsa bir erkak kishi kelsa, voy! Juda hayajonlanyapman, bor-u. Do'stlar, Runa keldi. How are you? I'm doing good. How are you? I am good too. Ana bo'lmasam. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Oyijon, to'g'ri tushunasiz buyog'ini endi. Your name is Runa, yeah? My name is Runa. My name is Komal. Komo-san. Yeah. Hajimemashite. What? Hajimemashite. What is it? Nice to meet you. Ah, nice to meet you. Arigato, You Ushi. Birinchi o'rinda yaxshi hayot uchun, qo'rqinchli emas aka. Endi unaqa gap gapirish g'alati-yu, qizlarni xunuvisi bo'lmaydi. Let's go, okay. Let's go. What's our plan today? It's on me. I'm gonna take you everywhere. I'm Yeah. gonna show real Japan. Okay. Qiz aytishi bo'yicha menga bugun Yaponiyani ko'rsatar ekan, haqiqiy Yaponiyani ko'rsatar ekan. Eng qizig'i o'rtoqlar, men buni tilini tushunmayman, bu meni tushunmaydi. Kun davomida qanaqa gaplashamiz bilmasam endi. Kimono yukata. Birinchi bo'lib hozir biz Yaponiyani milliy kiyimini kiyar ekanmiz. Yukata, kimonolar. Oh my god, let's go. Let's go. Yabay. O'rtoqlar, bu qiz bugungi kun uchun yaxshilab tayyorlanibdi. Buni qatdan bilsa bo'ladi. Kimonolarni bron qilibdi, oldindan band qilib qo'yibdi. Is it first time for you to wear yukata? Yeah. First time? This for me first time. Maybe you will look fantastic. Really? Yes. Oh, men gap o'tish boshlayapti-yu bu. Tall. How old are you? 18. 18? 18. Men bunga sovg'a olib kelganman O'zbekistondan. Hozir shu sovg'ani beraman. Gapim tushunmasam edi, bo'ladi, xursandman. Let's go. Gap otardim, endi to'g'ri tushunasizlar, meni O'zbekistonda ona yurtimda kutib turgan inson bor, yaxshi ko'rgan insonim, shuning uchun men Toshkentga borgandan keyin sog'-salomat yashashni xohlayman. To'g'ri tushunasizlar. Special for you. It's for you. Yeah. This is our national for girls. Yeah. Oh my god. Take our national. It's a hat? Yeah. Wow, kawaii. I can put? Yeah. Oy. Can you dance apache? Good. Can you say in my language Uzbek sila? Uzbeki sila. Ana, Uzbeki sila. Kimono rental place is over there. Maybe we can go this and then go back there and then maybe. Okay, no fine. problem. This is a kimono, yeah? Oh yeah, that's kimono. Yeah, let's go. Xuddi shunaqa kiyim kiyishimiz kerak. O'ylaymanki, menga ham biron qilgan. Qanaqa bo'larkan bunaqa kiyim kiyib yurish ko'chada? Hamma menga qarasa kerak. Ketdi o'rtoqlar. Japanese food. Yeah. Yaponiya ovqatini yeb ko'rmaganman-u, o'zi yeyish niyatim ham yo'q. Ko'ramiz endi. Mana qizgina go desa go de. Kettu, you say kettu. Kettu. Main shamol esar ko'chalar ravon. Jinrikisha, rickshaw car, like there. Oh my god, really? Let's do it. Why not?
Yeah, Why after not? kimono, wearing Okay. kimono. Okay, men bunga o'tirib aylansak bo'ladi dot. Nesh pulimga yetkazadi bugun bu singilcha bilmadim endi. Otingda tanga tagingda mashina yuqorida okalaring krisha normalniy krisha Charchab qolding singilcha. Chakish kerak emas-da singlim. Oh, thank you, thank you. Oh, very beautiful. This for boys, yeah? Very, very good. Singilcha bilan kiyinamiz biz o'rtoqlar. Black or blue or green or purple? I don't know. This is my first time in Japanese nationality clothes, you know. Oh, What do you think? Oh, nice. black is nice. Beautiful, beautiful, yeah? Oy. It's short for you. Short for you. Get Hop, rozvoy rang tanlaymiz endi bunga singilchaga. Light pink? White and pink kana. Kawaii. Oh my god. Kawaii no. Hop, o'rtoqlar, biz kiyimlarni almashtirib oldik. Oyoq kiyimga qaranglar menikini. Oh my god. Tamam qaranglar, ey. Xullas o'rtoqlar, kamera sifati o'zgarib qoldi bilaman, chunki telefonimiz zaryadkasi juda tez tugab qolyapti videoga olsam. You look up. Taxtali oyoq kiyimda yuribman. Hech qachon o'ylamagandim Yaponiyalik qiz bilan shunaqa milliy kiyimda yuraman deb o'rtoqlar. Eng qizig'i ko'pchilik bizga qarayapti, xuddi sevishganlarga o'xshab yuribman. Wow. It's very amazing. Thank you. Oh no. Hope you enjoy. Yeah. Konnichiwa. Xullas, ozginadan keyin o'rtoqlar mana shu mashinalarga o'tirar ekanmishmiz. Yeah. Konnichiwa. Konnichiwa. Mashinaga o'tiramiz deyapti singilcha. Okay. Okay. Ko'zim yumdirib qo'ydi bu qiz. Nima qiladi hozir mana? Okay, Okay. stop. And turn right. Open your eyes. Oh my god. Oh, manzarani qaranglar o'rtoqlar. O'rtoqlar. Ayo. Konnichiwa. Konnichiwa. Oshi, arigato, saiko. So psycho. It's very beautiful place, you know? It's still just the gate though. Yeah. Xush kelibsiz, hozir endi ishga kirib aylanamiz. Arigato, thank you. Shu qizlar videoga olib berishdi. And let's go. Thank you. Singilchi juda mehribon ekan. Hammani rasmga olib chiqyapti boydan beri. Oh, you need to see the under the lantern. Oh my god. Ajdarho jangchisiman o'rtoqlar. Ajdarho ekanman bu. Yaponiyada ulg'aydi, topmayin obro' e'tibor. Yaponiyalik qiz bilan ko'rishib, Kamol yapon nomiga bo'ldi sazovor. Good place. This is a street, yeah? Yeah, here is Nakamise Street. And there's a lot of souvenir stores and somewhere to play, eat and drink. Bu ko'chada juda ko'p suvenirlar xarid qilsa bo'lar ekan, ovqatlansa bo'lar ekan va suv ichib olsa bo'lar ekan. Let's do it. Let's go. Maktabda shu vaqtida ozgina ingliz tilini o'rganganim har doim foyda beradi o'rtoqlar. Let's go. You need anything I buy for you? It's okay. Xolos, sen olib beraman dedim endi. Puli yo'q, past bo'ladi deb o'ylamasin. It's called Ningyoyaki. Kichkina narsalar ekan o'rtoqlar. Xullas o'rtoqlar, 100 yendan shunaqa narsa xarid qildik. Bu yoq deyish mumkin emas ekan, tashqariga chiqib yesak bo'lar ekan. Bitta yeb ko'ramiz hali singilcha bilan. Let's go. Sumkaga nechi? Buni ham olib berdilar. Arendaga berilar ekan bu ham. Here they have a matcha, hiyashi matcha, cold matcha, matcha tea. To'la matcha choy ekan. Konnichiwa, brother. Let's go. Matcha choy ekan o'rtoqlar, ichib ko'rmagandim hali. Oh, wait, it's so sweet. It's good. Yeah. Juda mazali, juda muzdek ekan, issiq bo'lsa kerak, muzdek ekan, shirin ekan. 100 yendan turadigan shirinlik, narxi 100 yen. Yeb ko'ramiz. Chocolate. It's so sweet for me. Yeah. Me too. Qanaqadir mamaqa narsa, buni ham yeb ko'raman o'rtoqlar. Ham bismillah. Oh, very sweet for me. Qanaqa yeyishadi? Shirinliklari juda shirin. Qanaqasiga yeyapti bu odammi o'zi, bu yo'qmi?
Ana bo'lmasam, davay, sog'lig'ingiz. Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. O'ng qo'limiz ham, chap qo'limiz ham har xil suvenir do'konlar. Menga qiziq emas suvenir do'konlar. Runa ham aytibdi, davay tez-tez aylanamizda, ko'proq narsa qilishimiz kerak bugun, ko'p narsaga ulgurishimiz kerak deyapti. Men aytaman faqat let's go deyman bo'ldi. Qaranglar, mana katta joyda, oxiri yo'q, nariyona aylanib yuraversanglar ham bo'ladi. Oh my god! Voy o'li, voy o'zimni olsiya qizgina. Eng qizig'i qizni ismi ora-orada esimdan chiqib ketyapti-da. Shuncha hey deb murojaat qilaman. Is Oh, the- this Sky 3, yeah? Oh, yes. Haliroq o'rtalar mana shu buyoni teleminorasining tepasiga ham chiqamiz. Xullas, qiz bilan ko'ngil qilishmayli, lekin juda chiroyli lokatsiyalarga kelyapmiz, ishoninglar. Shay chiroyli. Ana bo'lmasam o'rtoqlar, biz ana shunaqa lokatsiyadamiz va bizning kunimiz davom etadi. Kiryapmiz. Mana bu bo'yi pastlarni bo'yi yetmayapti ana. Sakrab harakat qilyapti. So easy. So this is a temple, but before wash our hands and mouth. Bizda tahorat qilgandek, bu yerda ham kirishda qo'lni va og'izni chayib olish kerak ekan. Left hand, and then put the water, and then wash your right hand first. Left hand next. Put the water on left hand, and then wash your mouth. Aha. Okay. And then put the water, and then make it up, lift, and then wash here. Yeah. Where I you understand. hold it, okay? Demak, o'rtoqlar, chap qo'limizda suv olamiz, o'ng qo'lni chayib olamiz. Endi chap qo'lni chayib olamiz, yaxshilab. O, singilcha o'zi bilan soch ham yurar ekan. Ne gap yo'q. Hey, good job. Thank you. Jeko mashhur haqida nima deysiz aka? Mana Jeko degan bilasizlar, akam bor, bloger, 99-yil hali ham o'ziga mos qiz topgani yo'q. Sizga mosgina aka. Hop, davaychi. O'rtoqlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Jeko mashhur sizga mos, Jeko deb yozib qoldiringlar. Narxi 200 yen ekan, singilcha olib berdilar. And then I think it's too much. Yonib ketadi ham. That's too much fire. Oh, good. Good and healthier. Be smarter. Kuchli bo'ling. Qanday urf odatlar endi nima deysizlar o'rtoqlar? Juda qiziq bo'ldi, lekin menga sinab ko'rish. O'zim yaponiyalik his qilyapman. Xullas, bu lokatsiyani biz yetarlicha aylandik. Runaga katta rahmat. Endi hozir bizda navbatdagi lokatsiya bu Boyslek kursga, eshik aravani zamonaviysiga o'tiramiz. Ketdik. Singilcha bratan bilan nima bularni kelishdilar. Let's go, bro. Let's go, o'rtoqlar. Men to'lab beraman hozir endi. Nech pul bo'lishi qiziq menga. Aniq arzon narsa emas-da bu. Aniq. Mayli, qiz oldida. Yo'q, to'xta, qimmat olmayman-ku. Pullar muammo yo'q, ketdi. Let's go, Runa. Can you say ketdi? Ketdi. Ana bo'lmasam o'rtoqlar, 12,000 yen bo'ldi. 12,000 yen. Nech puliga chiqdi o'rtoqlar mana bu yerda. Let's go. Yeah, let's go. Ketdi. Ana bo'lmasam. Ana voy. Oh. Ketdi. Вообще mazza qilaman to'g'risi. Ishonmayman. Qanaqa sizga hozir bunaqa video men o'zim hayronman to'g'risi. Let's go, my friend. Let's go. O'rtoqlar, sizlarga savol berish esdan chiqdi. Shu qizni, singilchani necha yoshda bo'ysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Necha yosh bo'lishi mumkin? Mendan kattamikan, kichkinamikan? Yozib qoldiringlar. How do you say brother? Brother, aka. Akia, ne? Aka. Singlecha Akia. Yeah, mana akam deyapti. Como Akia.
Kamol aka. Hop o'rtadan bu eshik arava deyman. Endi nima desa bo'ladi yana boshqa nomini bilmayman to'g'risi. Mazza qilib aylandik. And we go now changing clothes, yeah? Changing clothes. Ha, biz hozir kiyimlarimizni eskisiga almashtirishga ketyapmiz. Bundan tashqari ham taxtali oyoq kiyimda yurish o'zi bo'lmayapti. Oyoqlarim og'rib ketdi. O'shaning uchun hozir biz kiyim almashtirib olamiz o'rtoqlar. Let's go. Kidu. Ketu. Ketu. Urganyapti o'zbekchani. Ozgina o'zbekcha gapiradi u. Bizlar kiyimlarni almashtirib oldik o'rtoqlar. Endi bizlar metroga tushib, boya sizlar ko'rgan Buyona teleminorasiga boramiz va uni tepasiga ham chiqishga harakat qilamiz xudo xolasa. Let's go. Let's go. Kidu. Men qiziqayotgan narsa hali kun davomida yana nimalar bizani kutayotgan ekan. Mana Skytree Line va biz hozir shu inson singilcha bilan yana ismi esimdan chiqib ketdi. Shu singilcha bilan hozir metroga tushamiz. Yomon xayolga bormanglar o'rtoqlar, mana Toshkentda yaxshi ko'rgan insonim bor. Balkim sizlar bu videoni ko'rayotganda men u insonni qo'lini so'ragan bo'lishim mumkin, ya'ni merimiy qilgan bo'lishim mumkin. Tak что o'zinglar to'g'ri tushunaverasizlar. Men xudo xolasa yaqinda uylanadigan odamman. Endi bu hammasi sizlar uchun, sizlarga qiziq bo'lish uchun, kontent uchun hammasi. Hamma hazillar, hamma gaplar. Agar bu gaplarni aytib qo'ymasam, Toshkentga borgandan keyin yaxshigina kalt yeyman-da. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Xayollar surib ketyapti, nimalarni o'ylab, xayolida. O'rtoqlar, biz atigi bitta stansiya yurdik va manzilga yetib keldik. Aytgancha, men Toshkentdan qurt olganman. Bu qizga qurt yedirib ko'ramiz. Ozgina keyin yedirib ko'ramiz, emotsiyasini ko'ramiz o'rtoqlar. Yeah, welcome to Tokyo Skytree Town. Look. Обоюдно. Opa, kommentga yozmagan bo'lsangiz yozib qoldiringlar. Jeko deb komment to'ldirib tashlash kerak. Jeko, davay jigarim. Tokyo Skytree bizni kutib ol. Biz hozir mana shunaqa ajoyib terrasaga chiqdik ob-havoga. Undan keyin shu yo'lga tepasiga ko'tarilish uchun chipta xarid qilamiz. Oh. Jazor operatorda singilcha. Очередь lekin juda katta o'rtoqlar. Hozir o'ylab ham qoldim, balkim chiqish shart emasdir. Ko'p vaqt yo'qotamizmi deb, mayli endi yo'q, yaxshiligiga. Yeah. Oh my god. 3 hours later. Biletlar faqat 3 soatdan keyingi ekan o'rtoqlar. Soat 5 ga, 6 ga bor ekan. Okay. Let's go. Come back. Mayli, yaxshiligiga hammasi. Hammasi yaxshiligiga o'rtoqlar. O'chirdan bir tala bo'yotibdi. Apatı. 40 minutli metroda yo'l bosib kelib, hozir Tokioni bir burchagidan bir burchagiga, ya'ni odamlar ko'p, mashhur ko'chaga Shibuyaga yetib keldik. Endi vlogimiz davomida men o'sha bu yerga kelib olgandim. Aytgancha, bizning Yaponiya vlogimizni ko'rmaganlar, mana bu yerda hozir mana chiqdi. Mana bu yerda bosib eshib ko'ra olsanglar bo'ladi. Yoki shu videoni tugatgandan keyin kanalimizga o'tib Yaponiyadan to'liq vlogga ko'rsanglar bo'ladi, agar ko'rmaganlar bo'lsa. In Japan, McDonald's, what you say? McDonald's. McDonald's? McDonald's. Oh, すごい。 Really? Sounds good. I say McDonald's. We say McDonald's. Do'stlar, bizani buyurtmamizga yetib keldi. Unda bizga yoqimli ishtaha. Narxi bo'lsa 2 kishiga 1450 yen bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Kartoshka friyni qaranglar, vashcha ko'p zakaz qo'rinmiz. Singilcha yeysan shuni hammasini, singilcha yoqimli ishtaha do'stlar. Bu qiz gapirib, ovqatlanishga qo'ymayapti, boru. Gapiravergan. Dayjabu adashmasam bu hammasi joyida degani. Aytgancha o'rtoqlar joyida shunda kadr qo'yib ketdik. Mana bu o'sha Shibuyadagi mashhur chorraha. Kuniga millionlab odamlar shu chorrahadan o'tadi. Jeko.
Voy, Jeko, o'rganib oldim ham Jeko deyish. Jeko. Hozir biza o'yingohga ketyapmiz. Takoy avtomatlar bor, har xil o'yinchoq yutolsa bo'ladi. Omadimizni sinab ko'ramiz. Mana bu qanaqadir o'yin, ichida yana o'yinlar tiqilyotibdi. O'yinlarni qaranglar ko'pligini, shuncha odam qiziqib o'ynar ekan shu o'yinlarni. Bu qanaqa joyga tushib qoldim-ey? Okay. Okay? Hey, and open the door. Hey. Hey. Mana shu narsa chiqdi. O'rtoqlar skuchlangan qanaqadir. Oh, nice. Ana bo'lmasam. Yeah, I know. Oh, it's cool. It's so cool. Shunaqa narsa chiqar ekan, shu narsa bilishing uchun menga 500 yenga tushdi. Orasida misol, men bitta mana 5 ta 6 ta rasmlari bo'ladigan bo'lsa, shulardan bittasi tushar ekanda. O, igrushka avtomatlariga keldi o'rtoqlar. 200 yen? 200 yen. Okay. O'ynab ko'raman, o'rtoq 200 yenga shunaqa o'yinchoq yutolsa bo'lar ekan bu. Okay? Good? Okay. Let's go. Omad, давай. Zo'r. Oh. Bitta o'xshasa qolib qolaman lekin bor. Voy. Let's go. This lie. Bizlar ham bu o'yingohdan chiqdik. Bekorga примерно bir 1000 yenimiz ketdi bekorga. Hozir endi qanaqadir Shibuyada Pokemon degan taniqli joy bor ekan. O'sha yerga boryapmiz. Pokemonni hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Bu Pokemonni juda yaxshi ko'rar ekan. I love Nintendo store. Hey, look at this. Order from Nintendo stores. Really? Singilcha juda xursand-ku. Qanaqa joyga shunchalik singilcha xursand bo'ladigan. Oh, xursandligini qaranglar mana buni. This Nintendo, yeah? Okay, I have a question. You wanna go Nintendo store, Pokemon store first? Nintendo. Let's go. O'qitib olish kerakmi deyman buni. Ana bo'lmasam Mario o'ynaganmizlar. Tun tararan. Hop, klub. Oh. Xullas juda qiziq joy ekan, ayniqsa o'yinchoq fanatlari mana shu Nintendo o'yinini o'ynaganlar, именно Marioni. Ya'ni bu yoqqa kelib siz xotira uchun sovg'alar xarid qilishingiz mumkin. Xo'p. Turli xil narsalar bor. O mana Mario o'rtoqlar 1980 yen narxiga arziydi. Menimcha olsam kerak. I think I buy this. Yeah. Nice. No, I Welcome buy. to Japan. No, seriously. Olib beraman dedi-ya, qo'ysin-chi. I am no Alphonse. Singlim. Sen o'qigan kitoblarni men yozganman. Nimadir tushundingmi o'zi? Yo'q. Nimadir tushunyapsanmi? No. Hozir menimcha men senga olib beraman deganiga, men ham senga olib beraman nimadir deyishim kutish shekil. No, men unaqa demayman. Wow. Oy. Nolakınam hamisha, handan hudam hamisha, dardda gidilos. Nima bo'lyapti? Qo'rqib ketyapman to'g'risi men o'rtoqlar. 1980 yenga mana shu o'yinchoqni xarid qildim esdalik uchun. Har doim ham Yaponiyaga Nintendoga kelavermayman. Vo, men buni tanidinglarmi? Nima edi ismi shuni? Eslaganlar bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. Uni boylardan pul o'g'irlab kambag'allarga beradigan. Nima edi ismi? Xullas bilganlar kommentariyga yozib qoldiringlar. And where we go? Sushi. Hozir biz ozgina aylanamiz va sushi yeyishga borib, shu bilan birga ujin qilib, keyin mana bu inson bilan xayrlashamiz. Most famous sushi place. Da. Aytgan shu joyda sizlarga muhim savol o'rtoqlar, shunaqa chet eldagi rubrika sizlarga yoqdimi? Aynan biron bir davlatni местный qizi bilan bir kun vaqt o'tkazish, agar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Keyingi safar qaysi davlatga borib, qaysi davlatning qizi bilan bir kun o'tkazing, fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Ketdi sushiga. Ketdi sushi. Yeah. Va nihoyat biz sushiga yetib keldik. Mana 6-etajda davom qilib sovqat otdi, qorni och.
Xullas o'rtoqlar, bu sog'a qurt edi. Boya sizlarga aytdim adashmasam, esimdan chiqib ketdi qurtni boya yedirish. Hozir men yediramanda. This one. This from Uzbekistan. This qurt. Yeah. Wow. It's okay. Yapon qizga qurt yediryapman o'rtoqlar hozir. Reaksiyasi qanaqa bo'lar-ku? Yeah, it's very good. Let's go. No. I'm call you. Wait, what is this? Whoa. Oh, It's milk. it's kind of spicy. Spicy? Not spicy. Jinnimisan? Qanaqa spicy? Baka. Baka degani yaponchada jinni degani. Good. It's good? Yeah. Say qurt. Qurt. Oh! Wow! Haligacha bitta qurtdan shunchalik buni boshi aylamayapti. Ikkinchi sovg'ani ham berdim o'rtoqlar. Endi bizning manzil bu sushi. Biz hozir Shibuyada bo'lganligimiz uchun sushi joy topish juda qiyin bo'lyapti. Biz hozir kirsak 37-o'chirt ekan, biz 38-o'chirt bo'lardik. Tasavvur qilasizlarmi? Odamlar polda o'tirib kutyapti sushi tayyor bo'lishini. Chunki bu yerda odam juda ko'p. Ana. O'zingizlar ko'rib turibsizlar odam qanchaligini. We can try another sushi here. Boshqa sushi bor ekan bu yerda. Jeko. Soğukhandan. Jeko sog'inibsiz, aka. Jekoga yuborib qo'yinglar shu videoni. Jeko, soğukhandan. Короче, keluvdik mana bu yerda ham o'chirt agar alda-otida bo'lasanglar. Ana, we have 10 time. 10 more minutes and 6 more group before us. Okay. Bizana 10 minutimiz bor ekan hali. Mayli 10 minut kutamiz. Nari 2 soat kutgandan ko'ra bu yerda 10 minut kutamiz. Nahotki shuncha o'chirt ekanmi sushiga? Bundoq kelib biz joy ochsa bo'lar ekan. Sushi degan joy bu yerda. Normalniy pul topsa bo'lar ekan. Va nihoyat o'rtoqlar. Voy. Va nihoyat. Bundoq qutibni qani kim menyu olib kelar ekan desam, mana ekan menyu o'rtoqlar. Voy. Okay, English? Yeah, time special menu rice weekend limited. Qaysinisini tanlay bularni bilmayman ham endi bori. Rice, fish rice okay. Fish rice okay. Sushi bu Yaponiyaning milliy taomi, xuddi bizda osh bo'lgandek. O'rtoqlar, bizning zakazlarimiz shu yerdan yetib kelyapti. Oh, mana. This yours, yes? Voy, gap yo'q. Enough for our table. Bye-bye. Mani ovqatim kelmayapti. Oh my god. Shuncha zakaz qilib o'ziga. Ha, yeysanmi hammasini? Pulini adam to'laylarmi? Go. Da, So kim excited. to'laydi Bon pulini? appetit. Bon appetito, go. Ha. Bu qizcha hali o'ziga sho'rva ham zakaz qilibdi. Oh, timingga qaraylik, meniki ham keldi. Okay, o'rtoqlar, hozir yeb ko'raman. Yoqsa yeyman, yoqmasa yeyman. Baliqdan ekan. Bismillah. Wait, you put soy sauce? Ta'mi yaxshi. Eng muhimi baliq ekan. Yeah, good. Oh my gosh. What happened? Oh no. Okay, bismillah. Oh, this is good. Good? Yokatta. Oh. You should try. Bizga unda yoqimli shunaqa o'rtoqlar. Do'stlar, biz ovqatlanib bo'ldik. Hozir o'sha Tokioda tun ham bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, sushi narxi shuncha yegan narsamizning narxi 2350 yen bo'ldi. So'mda necha puliga albatta ekraningizda chiqdi. Thank you, big thank you for you. Katta rahmat for this day. Juda xursandman. Shu bilan o'rtoqlar videosi nihoyasiga yetdi. Tez kunda yangi videolarda ko'rishguncha bu videodagi format bunaqa challenge sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Tez kunda yangi videoda ko'rishguncha charchamanglar. Goodbye. Thank you. Jeko. Today. Jeko, arigato. Arigato. Jeko to'yingiz bo'ladimi deyman, aka? Abba, you